Erkaklarni qoidalari bilan yashashni boshlaganimda rostdan ham hayotimda o'zgarish his qildim. Keling shu qoidalar haqida gaplashamiz. Menimcha oxirgisi hammamizda bo'lgan. Birinchisi, ortiqcha mas'uliyat olmaslik. Masalan, ishda kimdir sizga shuni qilib qo'ya olasanmi desa, "Yo'q, meni o'zim ishim bor" deb o'zingizni aybdor his qilmasdan eta olish. Erkaklar har doim shunaqa qilishadi, lekin hech kim ulardan xafa bo'lmaydi. Men ham o'zimni vazifam bo'lmagan ishlarga yo'q deyishni boshlaganimda ko'proq hurmat qilishayotganini his qilganman. Ikkinchisi, oldindan xavotir olmaslik. E'tibor berganmisiz, erkaklar miyasida 75 ta ssenariyni o'ylab yurmaydi. Xuddi shunaqa. Muammo hali oldingizda emasmi? Demak, muammo yo'q. Shunaqa qilib siz miyangiz o'ylab topayotgan 70% xavotirdan xalos bo'lsangiz bo'ladi. Uchinchisi, murakkablashtirmang. Oddiy tanishimga sovg'a tanlash yoki bo'lmasa bitta postimga ashula tanlash uchun men 2 soatlab vaqt ketkazardim. Hozir esa yetarlicha yaxshimi? Bo'ldi, vazifa bajarildi. Zato vaqtim va nervlarimni yarmi tejalyapti. Ha aytgancha, erkaklar narsa yig'ib o'tirmaydi. Kerak emasmi? Yoki berib yuboradi yoki tashlab yuboradi. Конечно, biz aqlliromiz-ku. Agar sizga ham kerak emas narsalaringiz bo'ladigan bo'lsa, bu uchun Mango Market ilovasini ishlating. Bu ilovada siz telefonmi, kiyimmi, hamma narsani sotsangiz bo'ladi. Eng yaxshi tomoni, e'lon berganingizda telefon raqamingiz va telegramingiz hech kimga ko'rinmaydi. Bemalol xavotirsiz e'lon qo'ysangiz bo'ladi. Xaridorlar bilan bo'lsa, chat orqali muloqot qilasiz. E'lonlaringiz sizga yaqin hududda yashovchi odamlarga ko'rsatiladi. Ya'ni sizni boshqa shaharlardan telefon qilib bezovta qilishmaydi. E'lon berish esa mutlaqo bepul. Ilovani App Store yoki Play Marketdan yuklab olsangiz bo'ladi. Endi esa mavzuga qaytamiz va oxirgisi kayfiyatni kontrol qilish. Erkaklar telefonda baqir-chaqir qilib 5 minutdan keyin bitta videoga qarab kulib o'tirgan bo'ladi. Which is annoying. Bilaman, bu qiyin, lekin siz ham bitta emotsiyadan ikkinchisiga tez o'tishni o'rgansangiz, osmon o'zgarib yerga tushmaydi. Aksincha, kamroq xavotir olib, ko'proq baxtli bo'lib yashashingiz mumkin. Shu va shunga o'xshash foydali ma'lumotlar uchun menga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Bye.